Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga Lo klinikamizni xonalarini tanishtirib chiqaman. Ketdik. Bu xonamizdan boshlaymiz. Bu xonamiz endoskopiya xonasi deyiladi. Bizda основной bitta apparat ishlatiladi bu xonamizda. Bu endoskopiya apparat deyiladi. Bu apparatda dimoq, burun, quloqdagi yallig'lanishlar, adenoidni aniqlaymiz. Ko'pincha yosh bolalar kelishadi. Qulog'iga yoki burniga narsa tiqilib qolgan bo'ladi, o'yin qarorli qilgandan. Bu apparat bilan o'sha tiqilgan narsani ko'rib, qanaqa yo'l bilan olishi bilamiz, tekshiramiz. Bu klinikamizning qabulxonasi deyiladi. Bu yerda patsientlarni qabul qilamiz, tashxis qo'yamiz, protsedura qilamiz. Bu xonamizni burun yuvish xonasi deyiladi. Bu yerda patsientlardagi gaymarit, ranitlarni oldini olishga yordam beriladi. Bu apparatimiz yordamida biz patsientlardagi har xil gnoyli, slizlarni tozalashga yordam beramiz. Bu apparatda tozalaganimizdan keyin patsientning nafas yo'li ochilib, yana ham nafas olish yaxshilashadi. Bu klinikamizning protsedurniy xonasi. Bu yerda patsientlarimizga ukol kapinsalar qilinadi.